Alametli kızlık. G'allatini yaşaydigan ayollar ekan. Bir kun do'st doktorxonaga shundoq aldirash bir bemorvat yo'qlayma deb kirib ketmasam, liftning ichi qalaymigan ekanda, chiqayli desam, "Voy, chiqman dedi. Voy, nima chiqam, men aldirayman" debdi. Liftning ichi duvatashni uqmayli chiqib o'tdi. Chiqib qarasam, o liftning ichida bir ayol kishi ko'z yorib qo'yib ketganda, bo'shini qo'yib qo'yadi. U chapalan to'sibdi bir chetda, u ayol bulungni yig'layotdi. "Voy, menga nima sap? Voy, to'rt bilimga bir samdamli qolgan-tig'i. Voy, menga nima sap" debdi. U yer chiqqanimga o'ng'aysizlanib, "Yog'allarni tasalli berib qo'yay" deb, "Voy, xijilinmang-da. Sizga herhalde to'rttamning ichi liftning ichi tug'ibsiz. Bulta bir ayolmish darvozaning oldida tug'ib qo'yib, shu ayolni biz karvat o'rlashtirayotgan desam, bu ayol tig'im yig'lab ketdi. "Voy, men o'lay" dedi. "Nima bo'ldi?" desam, "Shuni mentim" dedi. Bir darlitamda 30'dak sarang aka. Buni bir doktor qaraydi ekanda hamda. Bir asosim saqagan bo'lsa qo'yib bersam, xizmatim yeniglaydi deb, bunda bir cho'ng uyning ishiga kirib bu saranglarni sinamoqchi bo'ldi. Asli kirib chiqadigan rast ishini taqab, qog'ozni chopib o'tib, mavi butun tomg'ila bo'yoqni bir ishik suzibdi-da. Sizab sho'nglar saranglarni bo'riydi ekan. Mush ishikdan qaysinglar chiqarsanglar qo'yibdi-ma deb. Endi kallasi ishlab qolsa, mana yog'a ishligini bilib deydi. Deb o'tasa 29 sarang yiliq tomdagi yog'a ishki o'zini urdi ekanda chiqib ketdi deb. Gop urwas bir sarang chatda o'tagan. Mushu o'ngshilibdi-da mushu. Ashna yog'a ishligini bilib qopti-da bu. O'shni qo'yish kerak deb berib, "Ey, mala chiqib ketimiz" deb urinyotdi. Sen bu yer jimmada o'tirsang desa, "Voy, doktor, o ishning ochqichi menda" deydi. O burun güzel çok asar aka. Bazı bir adamlar var, özü sel yaxshiroq narsa erishib olsa, boshqa odamlarning narsalarni cho'tli, nolli ko'radi. Faqat belgilamayman. Urumchi Saymachang mashin bozoriga ikki og'inam bilan bir mashina olaman, birga chiqsam deb chiqdi. Chiqib, u mashinani ko'rib, bu mashinani ko'rib, paka bir Newton mashin bor ekan, shuni yaratib qoldi vaqinlar. Mush mashin bo'ldi-ki, mush mashinaning egisini bir surishtirib paqayla deb qarsak, ajoyib poch bir odamning mashinasiga, mashinaga qo'yib qo'yib machatda mo'g'ul kichik o'tiribdi adam. Sho'lar vaqirab paqayla deb vaqadi. "Men mashina egisi kim?" desak, "Men demasdan, Newtonning egisi bor" dedi. Sho'lar Newtonligini bildik aka, ko'rib paqayla degansek, ko'glik ekan. O'gilib, cho'gilib, oldiga o'tib, kelib ko'glik. Newtonda bu. Dedi sho'ni. Buni bir o'taldirib, motorni ko'rib paqmamdi. Desam bo'ladi ekan, o'zimdan bilakadan bu mashinaning tilini tazbilib ketmaydi. Men sizga oldirmay o'gitaman. Deb gap bilan bo'lib, mashinaning oldiga hisobsamay chiqib go'rli o'taldirib oldi bu. Qo'zg'ay deb qarasa, oldida ko'na bir bejingtar mashina turdi. Derazadan beshinchi chiqib, "Ma seriq cho'qaychimdan." Intayin kechdi qo'qidigan bir odam bilan ununib qo'yganchaq bir ayolni nikah qilib to'y qilibdi Sarada. Sho'lar bu uy tutib 3 kun bo'lgandan keyin kechda darvoza ochiqib qoldi-da. Sho'lar ayoli darvoza ochiq qolibdi. Qanday qilamiz degan u yo'l qo'qidi ekan. Sen chiqib yutba desa, siz chiqib qo'yib ketding deb qo'q chiqmagandan keyin sho'lar yo'ldishi deydi ekanda. Men bir tepishmoq aytayam senga. Shu tepishmoqni tep olsang chiqib yapsan. Tep olmasang men yapaman deb. Dam tepishmoq debga bu inniqlik depirib ayolni topqizib ishni yapqizmoqchi-da bu. Bo'ylari egmashqira, suvdili yuridi, o'zi g'aq qiladi. Nima? Debga ayol topamagan bo'lmoqchi-da ayoli. Mozay desa ayol ustimga, "Ha, topdim" deydi. Ben to'qib oqqandim uyda. Ammo bu to'qinimni urushtirmaydi emaslar. Bir qo'shnan, bir po'ch bir qo'shnan bor.
bir to'qin ko'tarib kiribdi xo'razni. "Ma xo'razlarni urishtira olamsan" dedi. "Voy, men xo'raz urishtirmayman, ammo bu xo'razingni meni xo'razlarim urib qo'ydi bu yerda." Desam, bu degani badam bilan, yanaq bilan boqqan xo'raz. Har qanday xo'razingni so'qidi dedi. Undan qo'yib baqay deblar. Xo'razning orasida to'g'nasi bir xo'razni olib qo'yib qo'ydim. Qo'yib berdim, paraz, purusliqda meni xo'razim ishqib shunal tepib edi. U xo'raz parliq talaqli qochdi. Bu badam bilan yanaq bilan boqqan xo'razing nayman desam, bu chidamas, tayoq chidamay o'y chaydi olmang dedi. Tungallarning gibi bunaqa. O'zida yerlik tungallar bor. Uyg'urcha gapni qilib berib tashkilasi tungancha gapni aralashtiradi. Undan keyin Uyg'urcha naqshlar havas qildi, ohang o'xshamaydi, tungancha qanday aytdi ular. Bir kuni o'sha Maygo'nchi yesiga bir to'yga chiqdik. Chiqib ko'chat ustida bolalar juda o'tiraylik dedi, o'tirdik-da, o'tirsak, masjid jumozda bir tungan bor ekan, bu kelib qoldi. Keliblar. Uyg'ur bola haraq ichida saz chaldi, naqsh aytdi, mo' o'ynaydi. Sen qo'ya jam o'tirsa, qachima qo'ylar. Men bir naqsh aytib beray deblar, davanchiqni aytib qoldi bu. Qiziqli aytibdi bu. Davanchining yo'li qatlik, to'g'risi pek qatli. Davanchirdi bir yeri bor, kempir xon atli. Kempir xonu, yeb qo'yaymi? Shamol chiqarib qo'yaymi? Bu qiziqga deb olib o'tirsa, oxiri uningmi qiziqga. Men yarim shu tayoq yedib 1600, 3600 yaqin chiqib ketdim. Bir kadr adam akşamı yetipla cölüp koptu da. "Ya sana ver de." Bir ke amdiki. "Ya Sacide" dedi ki, "Bu ayol qarab, bunda qildi mi oldu?" Yani bir ke, "Ya bu kılcam da başdak. Bu keçesi 20-30 kızın ısmanatı tuttu da." Ayol ettiğini koptu uruştu ki. "Men sizga Xudoning shunda ishonsam, nima degan to'liq qizlarning ismi bor? Kecha soniyam bu qilcham deb 30 ta qizning ismini atab qo'ydingiz. Nima ishingiz bor shu qizlar bilan?" Desi shop budanga jo'ligini bilib kelib, "Voy, Xudo, u qizlar bilan nima ishim bor mening? Men nima qizlarni taniyman? Men favqulodda qiz farzandimiz bo'lib qolsa, shuni bir ism tanlab atadim." Ya fazla yumurta bozmuş. Kulak yıkıklar tazı. Senetçinin arası aydın kişilerde götürsün de. Sizge birinin digin olmaydı ki. Mişeke yüzünüz bak yemez. Uçup git bak ayarından geldik, manta kız bir etkemek. Çakçakçı mı Amin Özkan? Hem de çakçakçı diyen şu kadar. Olmaydı, tırlamaydı, inşallahınızı koymaydı. Hem öyle de olsa gelin boğa oturup oyladı da, generallar öyle yiyen tamaklarını yandırıp koymaydı. Siz baba, siz çiçiniz, keyninizi bakiye, uğurluluk sizde. Keyninizi julup aldık, köçesiniz.